Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan aksil korrupsiya oyligi doirasida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. 9 dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan o'tgan mazkur tadbirda jamoatchilik vakillari, xalqaro auditorlik tashkiloti ekspertlari, soha mutaxassislari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Tadbir ishtirokchilariga sohada korrupsion holatlarning oldini olish va unga qarshi kurashish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Bugungi kunda jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan 16 ta ichki idoraviy hujjatlar va tartib-qoidalar qabul qilinib, ularning ijrosini tashkil qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, ichimlik suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun to'lovlar tizimi to'liq onlayn shaklga o'tkazilib, ko'rsatilayotgan xizmatlarni raqamlashtirish va inson omilini kamaytirish orqali korrupsion holatlar oldi olinmoqda. Jamiyatda korrupsiyaviy holatlarning sodir etilishi yuzasidan xabar berish uchun alohida aloqa kanallari, ya'ni ishonch telefoni, maxsus Telegram bot, elektron pochta manzili tashkil qilingan. Shuningdek, 24/7 rejimida ishlovchi 1255 yagona kol markazi ishlab turibdi. Tadbir davomida CERT International xalqaro tashkiloti mas'ul vakili tomonidan suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati va uning tizim tashkilotlari tomonidan korrupsiyani oldini olish va xizmatlar sifatini oshirish yo'nalishida amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar auditdan o'tkazilib, jamiyat hamda uning 9 ta tizim tashkilotlari xalqaro standart talablari asosida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi hamda sifat menejmenti talablariga muvofiq deb topilgani ta'kidlandi. Toshkent shahar suv ta'minoti aksionerlik jamiyatida bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, shular jumlasidan eng asosiy yutuqlardan bittasi mana xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ISO sertifikatining olinishi. Bu o'sha respublikadagi ilg'or bo'lgan suv ta'minoti korxonalari, ya'ni 5 ta suv ta'minoti korxonasiga berilgan bo'lsa, o'shalardan bittasi Toshkent shahar suv ta'minoti hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha tumanlarimizdagi tuman bo'limlari, avariya brigadalari, har xil o'sha aholi bilan ijtimoiy soha obyektlari bilan ishlaydigan bo'limlarimiz tomonidan ham doimiy nazorat olib borilmoqda. Agarda bizni xodimlarimiz tomonidan korrupsion holatlar aniqlansa yoki bo'lmasam shunga bog'liq holatlar aniqlansa, shu xodimlarga nisbatan keskin choralar ko'rilmoqda va o'sha qolganlarga ham bu narsa haqida yetkazilyapti. Ya'ni o'sha chora ko'rilishi, bu yo'nalishda qat'iy ishlar olib borilayotganligi har bir o'zimiz jamiyatimizdagi xodim tomonidan his qilinishini ta'minlab berilyapti. Tadbir yakunida jamiyat va uning 9 ta tizim tashkilotiga xalqaro ISO 37001 va ISO 9001 sertifikatlari topshirildi. Sertifikatni qo'lga kiritgan tizim tashkilotlari orasida Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining borligi bu borada jamiyatda amalga oshirilayotgan ishlar o'z samarasini berayotganligidan dalolatdir.